Ammo siz ishongan e'tiqod va iymon uningdan ayrilishni talab qilgan vaqtida uningdan ayrila olish, uningdan voz kecha olish boshqa bir ish. Bir millatning zulmdan qutulishi, bir da'voning g'alaba qilishi chuqur jon va mol talab qiladi. Yer yuzidagi tirik shahidni ko'makchi bo'lgan odam uningga qarasin. Biz bugün cennet bilen bisharat berilgan 10 sahabining biri. Shundaqla Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga 8-ci olup iman etgan kişi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam onundaki sehiylik, onundaki mertlikni ko'rgandan keyin Feyyaz, bulaq deb süpatlagan. Shundaqla Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam onundaki fidokorlik, jasorat, qo'rqmaslikni ko'rgandan keyin yer yuzidagi tirik shahidni ko'makchi bo'lgan odam uningga qarasin degan buyuk sahaba Talha ibn Ubaydullah bilan tanishib chiqamiz. Talha Abdullah Hazrami ismli Taym jamiyatidagi cho'ng savdogar bir oilada dunyoga keladi. U 10 yaşına kirgandan başlapla dadasiga ergishib tijorat yo'liga mangadi. Shu sababli dadasi bilan nayt ko'p safarga chiqadi. U 18 yoshga kirgan vaqtida Shamga tijorat uchun chiqadi va u yerda bir qancha yil turib qoladi. Shu jarayonda Xristian popdan birisi uning Makkadan kelganligini anglab, "Sizlarning oranglardan Ahmad degan payg'ambar keldimi?" deb so'raydi. Talha hayron qilib, "Ahmad degan kim?" deb so'raydi. Heliqi pop Ahmad bo'lsa, oxirgi zamonda sizlarning yurtinglardan, ya'ni Ibrohim alayhissalom bino qilgan Ka'ba joyidan chiqadigan payg'ambar. Uning ba'zi sifatlari bizning kitobimizda bayon qilinadi. Uning ismi Ahmad bo'ladi. Sizlar unga ishonmaysizlar, uni yurtiga sig'dirmaysizlar. U tashliq va xormalarga oid o'xshaydigan bir yurtga hijrat qiladi, safar qiladi, shu yerga ko'chib ketadi. Agar sening hayotingda u odam chiqib qolsa, sen unga ikkilanmay ishongin, chunki u oxirgi zamonda keladigan eng oxirgi payg'ambar deydi. Talha bu gapni anglab hayron qoladi va bir qancha yildan keyin tijoratini oxirlashtirib Makkaga qaytadi. Makkaga qaytgandan keyin onasidan ana Makkada men ketgandan keyin bir ish bo'ldimi deb so'raydi. Onasi yo'q hech bo'lmadi. Faqat Abdul Muttolibning yetimiki o'zini payg'ambar deb qopdi deydi. Bu gapni anglagan Talha hayron qoladi. U onasidan ana uning kishilar ishondimi deydi. Onasi yo'q ko'p sonli kishilar ishonmadi. Faqat bizning jamiyatimizdagi Abu Bakr ishondi deydi. Abu Bakr mu Taym jamiyatidan bo'lib Talha Abu Bakr bilan yaqin do'st tijoratchilardan edi. Talha bu gaplarni anglagandan keyin darhol Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın ismini isig aladi. İsmi Muhammed. Hali Hristiyan onun ismini Ahmad degan, Muhammed degan gap, Muhammed degan, Ahmad degan gap. Yani her ikisinin ma'nosi bir, ma'noda söz. Onun ko'ngliga haliqi payg'ambar mushumudu degan xiyol tushdi. Va darhol yaqin do'sti Hazrati Abu Bakrning qashig'iga bordi. Talha Abu Bakr bilan ko'rishgandan keyin Muhammad qaysi gaplarni ko'tarib chiqdi? Uning maqsadi nima ekan, nimaga chaqirdi ekan, nimadan to'sidi ekan deydi. Hazrati Abu Bakr do'sti Talhaga Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ko'tarib chiqqan davoni, ya'ni islomni tafsili tushuntirdi. Talha Shamda ko'rishgan haliqi Xristian popning tushuntirishidan o'xshash edi. Bu gaplarni anglagan Talhaning qalbi yuribli ketdi va Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning haqiqiy Allohning elchisi ekanligiga qalbida hech qanday shak qolmaydi. Va darhol Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning qishig'iga berib shahodat aytib musulmon bo'ladi va Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga Shamdagi haliqi popning degan gaplarining hammasini aytib beradi. Shunda qilib Talha Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga iymon keltirgan 8-kishi bo'ladi. Talhaning musulmon bo'lishi Makka mushriklarini chuchdi. Chunki Talhaga o'xshash biraz savdogarning yoki jamiyatda o'rni bor kishining musulmon bo'lishi mushriklarni nihoyat azoblaydi. Chunki mushriklar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni uningga yolg'on to'shlar, nomrod kishilar ergishidi deb masxara qiladi. Ammo Hazrat Abu Bakr, Hazrat Talhaga o'xshash kishilarning iymon aytishi mushriklarning bu safsatisini yaga uratdi. Shuning uchun mushriklar Talha va Hazrat Abu Bakrni iymondan yondirish uchun ularning jamiyatining cho'nglariga besim ishlatdi. Taym jamiyatining cho'nglari maslahatlashgandan keyin old bilan yumshoq vosita qo'llanishni maqsad qilib Hazrat Abu Bakr va Talhani iymondan yenishga majburlaydi. Lekin ular yenmaydi. Oxir ular Hazrat Abu Bakr bilan Talhani bir uyga solab, og'amchida bog'lab qo'ydi. Ya'ni ikkisini juplab bog'lab qo'ydi. Lekin Hazrat Abu Bakr va Talha iymondan yanmaydi. Ular jamiyatida o'rni bor kishilar bo'lg'achqa, ularni boshqa ojiz sahobalarni qiynaganda qiynayolmaydi. Oxiri mushriklar ularning iymondan yenishidan umidini uzib, ularni qo'ydi. Hazrat Abu Bakr bilan Hazrat Talha bir og'amchida bog'lang'achqa, sahobalar ularni bir juplar deb ataydi. Shunga sahobalardan bir juplar deb atalgan kishilar kimlar deyilsa, Hazrat Abu Bakr va Talha deyiladi. Chunki har ikkilisi bir og'amchida bir turukka bog'langan. Talha iymon etgandan keyin u tijoratini davom qilib Yamanga, Shamga nihoyat ko'p safar qiladi. Sahobalar uningga Talha degan cho'ng daraxt degan ma'noda, cho'ng daraxt degan bir yerda jim turadi. Sen bo'lsang jim turmaysan, to'xtamay safar qilasan deb chaqchaq qiladi. Hatto Talha Peygamberimiz Muhammed alayhissalom Makkadan Madinaga hijrat qilganda Makkada emas edi. U Shamga tijorat uchun chiqib ketgan. Peygamberimiz Muhammed alayhissalom va Hazrat Abu Bakr Makkadan Madinaga hijrat qilganda Talha bilan yo'lda uchrashdi. Ya'ni Talha savdo karvonlarini boshlab Makkaga qaytayotgan edi.
O Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ve Hazreti Ebu Bekir bilan yo'lda uchrashib, nihoyat qizg'in ko'rishdi. Va Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ve Hazreti Ebu Bekirga nihoyat isil tondan birini ko'ydirdi. Va Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga: "Ey Rasululloh, men Mekkaga berib, bu tijorat mollarining hammasini egalariga qaytarib etgandan keyin sizning keynlardan boraman" deb Mekkaga yo'lni davom qildi. Va Mekkaga borgandan keyin mollarning hammasini egasiga qaytarib Madinaga hijrat qildi. Talha Mekkada eng bayashat turmushda yashaydigan boy savdogarlarning biri edi. Mushriklarmi boshqa ojiz musulmonlarni buzoq qilgandek uni buzoq qila olmaydi. Lekin Talha iymoni uchun Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam elib kelgan bu davoning islom davosining bir parchasi bo'lish uchun bayashat turmushini tashlab musofirlik hayotini tanlaydi. Bu gaplarni demak oson, anglamak oson, ammo shu hayot yashamak intayin qiyin. O'ylab baqing, hamma narsangiz tal. Shu jamiyatda eng yuqori saviyada yashayapsiz, ammo siz ishongan e'tiqod va iymon uningdan ayrilishni talab qilgan vaqtida uningdan ayrila olish, uningdan voz kecha olish boshqa bir ish. Bu bizning iymonimizning rost yoki yolg'onligini sinaydigan bir o'tkal. Esimizda bo'lsin, har bir musulmon bu xil sinoqqa, bu xil imtihonga o'xshamagan shaklda duchor bo'ladi. Bo'lib biz Uyg'ur musulmonlari bu xil sinoqqa nihoyat ko'p duchor bo'lishimiz mumkin. Chunki Alloh taolo nurg'ulg'an mazlum musulmonlarning orasidan bizni bekorga chiqarmadi. Chuqur bizning bir vazifamiz va biz shu vatanda zulm ostida turib orzu qilgan, "Xab chet elga chiqsam uni qilaman, hijrat qila olsam buni qilaman" degan va'dalarimiz va bu va'damizni ijro qiladigan, bu va'damizga amal qiladigan bir payt keladi. Shu paytda "Balarim qanday qila, u qanday qila, mol dunyorim qanday bo'la" degan bu andishiga tushmay Alloh yo'lida manga olsak, iymonimiz, e'tiqodimiz rost bo'lgan bo'ladi. Hamma narsamiz joyida, bayashat turmushimizdan ayrilmay turib hech narsa bo'lmaydi. Bir millatning zulmdan qutulishi, bir da'voning g'alaba qilishi chuqur jon va mol talab qiladi. Alloh taolo hammamizni ana shunday imtihonga duch kelgan vaqtida u imtihondan o'tkili nasib qilsin. O'zining e'tiqodiga sodiq emas, degan so'ziga amal qilmaydigan yolg'onchilarning qatoridan bo'lib qolishdan saqlasin. Talha Madinaga hijrat qilgandan keyin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam uni istixborotga mas'ul qiladi. Ya'ni mushriklarning Shamdan keladigan va Shamga boradigan karvonlarni kuzatishga mas'ul qiladi. Chunki Talha nihoyat ko'p safar qilgachqa, Shamga boradigan, Shamdan keladigan, Yamanga boradigan bu yo'llarning hammasini nihoyat tafsiliy biladi. Bu sababdan u sirti bo'lib qolgachqa, ya'ni Madinaning sirtida bo'lib qolgachqa Badr urushiga qatnasha olmaydi. Talha Badr urushiga qatnasha olmaganligi uchun nihoyat qayg'uradi va azoblanadi. Chunki Talha shahodat mastonasi edi. Alloh yo'lida o'lib shahid bo'lib ketsam deb nihoyat arzu qiladi. Shuning uchun u urushga qatnasha olmaganligidan, jihadga chiqa olmaganligidan nihoyat qayg'uradi. Lekin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam uni Badr ahlidan sanaydi. Chunki dushmanlarni kuzatish, istixborot xizmatimi jihadning bir qismi edi. Bir yildan keyin Uhud urushi bo'ladi. Talha bu urushga Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bilan birga chiqadi. Va Talha "Mana men kutgan shahodat vaqti keldi" deb bu urushda ajoyib favqulodda qahramonlikni ko'rsatdi. Uhud urushi boshlanib, o'qiyachilar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning buyrug'iga xiloflik qilib, tog'dan tushgandan keyin mushriklar ustunlikni egallashga boshlaydi. Musulmonlar bo'lsa mag'lubiyatga yuzlanadi. Orqadan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning to'nini kiyib olgan va Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga eng o'xshaydigan sahaba Mus'ab ibn Umayrning shahid qilinishi bilan Muhammad o'libdi degan xabar jang maydonini bir oladi. Bu xabar tarqalgandan keyin nurg'ulg'an sahobalarning ruhi sunib, qilishlarini tashlab kichik boldek o'ltiradi, qayg'u tushadi. Ba'zi sahobalar Rasululloh o'lgan yo'lda bizmi o'limiz deb urush qiladi. Bir qism sahobalar Madinaga qarab qochadi. Umuman musulmonlar qo'shini nihoyat og'ir talofatga uchraydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bo'lsa faqat 12 nafar sahoba bilan mushriklarning muhosirasining ichida qoladi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni qo'llayotgan 12 nafar sahobaning orasida Talha bor edi. Mushriklar bu fursatni ching tutib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni o'ldirib o'tish uchun tarafdan hujum qiladi. Bu 12 nafar sahoba Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni jon tikib qo'g'dab nihoyat qahramonlik bilan urushdi. Lekin mushriklarning soni ko'p bo'lgachqa bu 12 nafar sahobaning hammasi bir-birlab shahid qilinadi. Oxirida Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning qishida faqat Talha'ni qolib qoladi. Talha bo'lsa o'zi yolg'iz Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga qalqon bo'lib, Peygamberimizga urilgan qilishlarga o'zining dumbusini tutadi. Peygamberimizga aytilgan o'qiyalarga o'zining ko'krikini kariydi. O'zi yolg'iz 11 mushrikka tetiydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam qo'shinni qayta tartiblash uchun, o'zining hayot ekanligini bildirish uchun "Ey xaloyiq, men hayot, men bu yerda" deb to'laydi. Mushriklar fursatni ching tutib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni o'ldirib o'tish uchun bir mushrik Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning keyindan kelib nihoyat qattiq qilich urdi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam 2 qat urush kiyimi kiyib olgan bo'lib, qilich Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga o'tmagan bo'lsa-mu, ammo mo'risini nihoyat og'ir zaxmlantirdi. Keyindan bu mushrik Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning dubulg'isi qattiq birini urdi. Qilichning bisi Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning yuziga tegdi. Dubulg'ining halqalari Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning yuziga petib ketdi va Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning ufti tishi tushib ketdi. Talha bo'lsa jannatga butun kuch bilan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni qo'g'daydi. Oxiri
onun qo'lidagi qilich sunib barmoqlari kesilib to'xtaydi. Talhaning beshidan oyog'ichilik jarohatlanmagan, yarda bo'lmagan, yiri qolmagan edi. Talhaning beshi, yuzi, butun badani qonga melinib ketdi. Uni yiroqdan ko'rgan odam chuqum o'ldi, shahid bo'ldi deb qaraydi. Bu vaqtda Hazrat Abu Bakr va Abu Ubayda Jarroh qatorliq bir sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishig'iga keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Qarindishinglar, qaranglar, uningga jannat vojib bo'ldi. Kimki dunyodagi tirik shahidni ko'makchi bo'lsa, Talhaga qarasin" deydi. Chunki Talha shahid bo'lmagan bo'lsa-mu, jon uzmagan bo'lsa-mu, xuddi shahid bo'lgan kishidek qonga milinib ketgan edi. Sahobalar Talhaning badanidagi yaralangan o'rinlarni sanab 70 necha o'rin yaralanibdi deydi. Ya'ni Talhaning badanida 70 dan ortiq qilich, neyza, o'qya izlari bor edi. Hazrat Abu Bakr Talhaning shuncha yaralanib saq qolganligidan hayron qoladi va uning bu urushdagi fidokorligidan bu kun, ya'ni Uhud kuni Talhaning kunidir deydi. Uhud urush esnasida Alloh taolo minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayh faminhum man qada nahba va minhum man yantazir va ma baddalu tabdila. Mu'minlardan Allohga bergan ahdlariga vafo qilganlari bor. Ya'ni iymon etgandan keyin jihad qilib shahid bo'lgan qadar mustahkam turadiganligiga Allohga ahd bergan va shu ahdisiga vafo qilganlari bor. Faminhum man qada nahba. Ularning ichidan ba'zi shahidlikka erishdi. Va minhum man yantazir. Va ularning ichidan Allohga bergan va'dasida mustahkam turib, ya'ni Alloh taologa agar meni mushu qutqazsang, hijrat fursati bersang, Alloh yo'lida jihad qilaman deb Allohga va'da berib, shu va'dasida mustahkam turganlari bor. Lekin ular shahidlik maqomiga yetmagan bo'lsa-mu, nishondan qaymagan, nishondan teyib ketmagan, ya'ni shahidlikni kutayotganlar bor. degan bu oyat tushgandan keyin bir sahoba payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qashig'iga kelib, "Ey Rasululloh, shahid bo'lganlarga arzusiga yetdi. Allohga bergan va'dasini ishga oshirdi. Endi shu Allohga bergan va'dasida mustahkam turib, shu shahidlikni kutayotgan kishilar kimlar?" deb so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu savolga javob bermaydi. Bu odam yana so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom atrofga qarab birisini topolmagandan keyin yana javob bermaydi. 3-qatim so'raydi. Shu vaqtda Talha masjiddan chiqib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qarab keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Qani bayatdan mendan savol so'rgan kishi" deydi. Liq sahoba "Mana men Rasululloh" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Talhani ko'rsatib turib, oyatdagi shahid bo'lishni kutgan odam mana mushu deydi. Yolg'iz Talha emas, haqiqiy shahid bo'lishni Allohdan so'ragan va shahid bo'lish yo'lida urush maydonlarida mustahkam turgan kishilar daha shahid bo'lmagan bo'lsa-mu, "Mu'minhum man yantazir", ulardan shahid bo'lishni kutayotganlar bor degan bu oyatning ostiga daxil bo'ladi. Alloh taolo hammamizni ana shunday kishilarning qatoridan qilsin. Shahidlikni orzu qilish, shahidlikni Allohdan tilash nurg'un kishilarga egri kelishi mumkin yoki qo'rqinchli bilinishi mumkin. Ammo o'ylab baqing. Siz shahidlikni tilmasangizmi, orzu qilmasangizmi, chuqum o'lisiz. Qandoq o'limda o'lmasangiz o'lisiz. Unda bo'lgan ekan, eng yaxshi o'lim, eng yuqori maqom bo'lgan shahidlikni tilaylik. Chunki shahidlik har bir odam erisha oladigan maqom emas. Nurg'un kishilar orzu qilgan, nurg'un kishilar umid qilgan, hatto hayotini jang maydonida o'tkazgan bo'lsa-mu, ma'lum sabablar orqali jang maydonidan ayrilib shahid bo'lolmay ketgan kishilar bor. Shuning uchun shahidlik Alloh taolo xohlagan bandalarga, samimiy bo'lgan bandalarga, shu yo'lda mustahkam turgan bandalarga beradigan nihoyat yuqori maqom. Hatto siz jang maydonida bo'lmasangizmi, agar siz chin qalbingizdan Alloh taolodan shahidlikni so'rasangiz, Alloh taolo o niyatingizga asosan sizni shahidlikka yetkazadi. Masalan, Hazrat Umar Alloh taolodan ikki narsani so'raydi. Birisi, "Ey Alloh, meni Madinadan ayirmag'in" deydi. Va shundaqla, "Ey Alloh, meni shahidlik maqomiga yetkazgin" deb tilaydi. Hazrat Umarning bu duosini sahobalar hayron qoladi. Chunki Madinada jihad yo'qdi. Madina xotirjam tinch edi. Shahidlikka erishish uchun musulmonlar qo'shini bilan Shamda yoki Misrda bo'lish kerak edi. Ammo Hazrat Umar Madinada turib, "Ey Alloh, meni Madinadan ayirmag'in, ham shahid qilgin" deb so'ragan. Shuning uchun sahobalar Hazrat Umarning duosini hayron qolgan. Ammo Alloh taolo Hazrat Umarni bu duosiga yetkazdi. Madinadan ayirmadi, ham shahodat maqomiga yetkazdi. Ana shundaq biz bu duoyimiz rasul bo'lsak, nada bo'laylik? Tinch yerda bo'laylik. Alloh taolo bir yo'llar bilan bizning o'limimizni shahodat bilan oxirlashtirishni nasib qiladi. Alloh taolo hammamizga shahidlikni nasib qilsin. Talha ibn Ubaydullah ana shundaq mujohid, g'ozi bo'lib qolmay, nihoyat xayr saxovatchi edi. Ya'ni pul mollarini ko'p sadiq qiladi. Bir tuqqanlarga, qarindoshlariga pullarini sanamay beradi. Miskinlarga taqdirgan pullarini payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ayoli Hazrat Oyishaga avatadi. Hazrat Oyisha u pullarni taqtatdi. O'zining jamiyatidagi, ya'ni Taym jamiyatidagi qarzi bor kishilarning hammasining qarzini to'lab o'tadi. Urush uchun, bo'libmi Tabuk urushi uchun nihoyat ko'p i'ona qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Talhadagi sexiylik va mardlikni ko'rib, "Fayyaz, buloq", ya'ni suv tugamaydigan buloq Talha deb sifatlaydi. Hazrat Talha hayotini ana shunday xayr saxovat, fidokorlik va jasorat bilan o'tkazadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning vafotidan keyin Hazrat Abu Bakr davrida uning yenidan ayrilmay eng muhim kishilarning biriga aylandi. Shundaqla Hazrat Umarning davrida 6 kishilik shura hay'atining, ya'ni kengash a'zosining birisiga saylandi. Hazrat Alining davridagi Muaviya bilan bo'lgan urushda har ikki tarafning qo'shiniga qo'shilmay, o'zi ayrim ulardan ayrilib ketdi. Bu ikki tarafning urushiga pilt yaqqan munofiqlar Talhaga maxfiy suiqasd planlab, yolg'iz vaqtida maxfiy o'qya bilan uni etib shahid qiladi. Uning vafoti Hazrat Ali
paysallik yetgandan keyin Hazreti Ali uning qishiga o'zi bevosita boradi va uning qonga minib yotgan jasadini o'z qo'li bilan ko'tarib yig'lab ketadi va uning qilichini qo'lga olib, "Ey Talha, sen bu qiliching bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni qo'g'digan eding. Kashki men sening o'limingni ko'rmagan bo'lsam, kashki men buningdan burunroq o'lib ketgan bo'lsam" deb uni qo'g'diyolmaganligiga, uni himoya qilolmaganligiga nihoyat hasrat chekadi. Shunday qilib Hazrat Talha hayotini fidokorlik, jihad, sadiqa, xayr ihson bilan to'ldirib 62 yoshida o'zi orzu qilgan shahodat maqomiga erishdi. Alloh taolo Hazrat Talhaga rahmat qilsin. Uni o'z fazliga olsin. Alloh taolo bizga Hazrat Talhaga o'xshash jihad ruhi, xayr saxovat ruhi va taqvodorlik ato qilsin. Sahobalar izidin chaqnagan izzat nuri o'tgani siqin idin haq islomning tulquli boshag'imiz kafirga shiddat bilan atsili Hamza Xolid Musaddak shir yurak o'g'lonlari